Yana isitmasi 40. Nima qilishni bilmayman. Ustozdan so'raymiz hozir. Seni ham issig'ing baland. Sizlarni ham bolalaringiz hozirgi kecha kunduzda qishdan bahorga o'tish paytida mavsum almashishida shamollash, bronxopnevmoniya, lixoradka kabi kasalliklar bilan kasallanyapti. Buni qanday davolaymiz? Videoni oxirigacha tomosha qilamiz, kanalga obuna bo'lamiz va ushbu videoga like bosamiz, bizlar esa boshladik. Bu molimizda isitmali jarayon kechyapti. Ko'rayotgan bo'lsalaringizga qorni pastga tushib qolgan va orqa chap oyog'ini ayayapti. Bu lixoradka kasalligidan dalolat beradi. Buni davolashda bizlar gentamicin, amoxicillin tarkibli dori vositasidan 1 ml 10 kg tirik vaznga ishlatamiz hamda Flunixin milgumin tarkibli Fluninject dori vositasini ishlatamiz 2 ml 45 kg tirik vaznga. Qo'ylarni, sigirlarni mastit kasalligi, bo'g'ozlik davrida ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Echkiga ham ketaveradi. Ikkalasini kombinatsiya qilib ishlatsa bo'ladi. Bu videoni moli mana shunaqa lixoradkadan aziyat chekayotgan tanishlaringizga Jo'natib qo'ying. sizlar bilan Romabet Tuz bo'ldi.